негізі өзбектер бар ғой, қатты төбелескісі келеді менімен. Сендер көрмейсіңдер ғой. Мына екі қотырдан басқа вызов тастап жатқандар бар ғой. Көп мен көрем ғой, мен отмечать етеді. Кіріп қараймын мен. Неше түрлі қотырларды көрем ғой. Бәрі өзбек еще. Неге түсінбеймін мен, өзбектерге не істеп қойдым? Қандай зияным тиіп кетті оларға? Бәрі төбелескісі келеді. Мен сені шақырам, үйтем, қырам, жоям, бір жерде қораға тұрып алады да. Жібереді әңгіме, нервың ауырады бір жағынан күлкің келеді, бір жағынан түсінбеймін, неге өзбектер маған. Salom nomor ajilla, assalomu alaykum. Bugungi videomizda biz sizlar bilan, demak, oxirgi so'nggi to'g'risi yaxshigina qiziqarli, yoqimli xabarlarni, sariyog'dek sizlarga yoqadigan xabarlarni muhokama qilamiz. Videoni boshida ko'rdinglar, Erkabulan Toktar demak hammaga murojaat qildi o'z Instagram sahifasida. Hamma menga jang taklif qilmoqda, ya'ni vizov tashlamoqda. Va ularning juda ham ko'pi o'zbeklardan iborat. Men o'zbeklarga nima qildim bilmayman, lekin faqatgina juda ham 99% mana shu o'zbeklardan iborat. Mana shunaqa vizov tashlayotganlar, jangga chaqirayotganlar deb xullas murojaat qildi. Erkabulan o'zbeklardan qo'rqyaptimikin yoki deb o'ylanib qoldim bu narsalardan keyin. No. Do'stlar, to'g'risi haqiqatda Erkabulanga juda ham ko'p o'zbeklar rostdan jang taklif qilmoqda. Tanilgan farqi yo'q. Чтобы вот Erkabulan bilan jang o'tkazib tanilib olaman degan maqsadlarda haqiqatda shunaqa narsa bor. Bir tarafdan buni o'zbeklar qilayotganidan xursandman, chunki o'zbeklarda shunaqa duh bor ekan desak ham bo'laveradi. No mayli, bu mavzu alohida mavzu. Agar gaplashaman desakda biz hozir asosan Saturn va Erkabulanni ularning o'rtasidagi tortishuvni tomosha qilamiz. Saturn Erkabulanga mana bunaqa video yozdi. Erkabulan Toktar, nimaga vahima qilyapsan? Axir men endi keldim-ku. Bu debyutim. Sen undan ko'ra shuncha qiyinchiliklardan keyin erishgan kamaringdan zavq ol. Esdalik uchun rasmlarga tush, videolar qil. U kamar senda qisqa muddat bo'ladi. Shu so'zlarimni yodingda tut. Bu kamar senda qisqa muddat bo'ladi. Men senga shunchalar raqobat ko'rsataman. Bu raqobat kitoblarga yozilib tushlaringga kirib chiqadi. Bu so'zlarimni esingda tutgin. Men betofoq avsar. Kamarlaring bilan suratga tushib ol, keyin kech bo'ladi, menga o'tib ketadi degan gaplar bilan Saturn murojaat qildi. Keyin unga Erkabulan albatta o'z Instagram sahifasida javob qaytardi. Toktar, nimaga kamarga yagona pretendent? Mana екі smelekке video обращение жасап, осылардың уровеніне түскім келіп тұрған жоқ. Бірақ мынау соңғы video обращение болсын. Алдында Алматыға келді, турнирға келді, мені көрді, ассалаумалейкум деп амандасты, күлді бетіме. Сол кезде айтуға болады да, менен қорықпай, біз төбелесейік, давай. Саған вызов тастағым келіп тұр. Бірақ ондай айтпайды да, жетіп алады да, елдеріне сөйтеді, джентран артына отырып алады, китайский очки киіп алып вызов тастағаншы. Айтқың келе ма, бетіме айт. Бұдан кейін де көрсеміз біз. Сол кезде келді, бетіме айтшы, мықты болсаң. Бірақ просьба саған. Одан кейін мен мына жақта кастингқа келдім. Гонконгта кастингта жүрмін мен. Сен одан да Алла тағаладан тіле. Еркебулан осы Алла тағалам кастингтан өтіп кетіп, мировой уровеньға өтіп кетсе екен, біз соның балағына жабысып, бізде мировой уровеньға өтсе екен, өйткені сендердің орындарың мына менің балағымда. Мен жұмыс істеймін бұл жерде. Сендер балаққа жабысасыңдар, көтке қыстырылған боқ құсап сөйтіп өмір сүресіңдер сендер. Орындарың біліп жүріңдер. Саған бой берем, мен анаған да бой берем, саған да берем. Сен Камилді өтіп ал бірінші. Сен Камилден ұтылып қалғасын, маған ұтылып қалғасын, мен Камилді да сен де ұтып алғам. Сондықтан Камилді өтіп ал, дайындал, мықты болып кеш маған, дайындықпен кеш. Өйткені каш шығатын болсын, сен ит болып таяқ жейсің. 100%. Деңгейіңді өсір, кішкене кругозорыңды өсір, мынандай жерлерде жүр, джентраның айналасынан шық, салонынан шық. Кішкене деңгейіңді өсіріп кеш маған. Спорт жағынан болсын, ми жағынан болсын, барлық жағынан деңгейіңді өсіріп, сенімен төбелесуге ұялмайтындай болып кеш. Мәшіші. Мә қасқа. Ko'rdinglar, Erkabulan juda ham qiziq tariqasida to'g'risi javob qaytargan. Juda ham qiziqarli, men ko'rib kuldim ham, lekin to'g'risi juda ham katta ketgan. Ya'ni senlar bunaqa davlatlarda yurib ko'ra oldin, senlar meni hatto oyoq kiyimimdan ham passallar, xullas har xil gap so'zlar. To'g'risini aytaman, Erkabulan haqiqatda bu yil mana chempion bo'ldi, kamarni oldi, lekin
Erkabulon bunga loyiq emas deb o'ylayman, chunki hatto mana Odilxon bilan ham zo'r g'alatdan jang o'tkazgan. Mana bu Kamil Karatening ustidagi g'alabaga keladigan bo'lsak, to'g'risi bunaqangi yosh katta odamni, tem bo'li stoykada o'zini boksi kuchli-ku baribir Erkabulonni. Mana shu o'zini o'yinida yutib turib, bunaqangi katta ketish albatta noto'g'ri deb o'ylayman, lekin mana Odilxon bilan jangida do'stlar unchalik o'zini zo'r ko'rsata olmagan, misol uchun. Juda ham qiynalgan g'alabaga. Shuning uchun men shaxsan mana shu Odilxon va Erkabulonni jangini kutyapman hozir bo'lishini 3-chi va kamarni balkim Odilxon olar. Olsa juda ham xursand bo'lardik-da. Bunaqa murojaatlar, katta ketishlar kamayarmidi deyman. Erkabulon bu o'sha Instagramdagi postida o'sha Odilxon bilan asosan Saturnga murojaat qilgan. Endi Saturnga keladigan bo'lsak, Erkabulon bilan jangi qanaqa bo'lishi mumkin? To'g'risi Saturnni shaxsan men o'ylayman, hali tajribasi yo'q. Unchalik darajada Erkabulon uni tezda o'tib qo'yishi mumkin, urib. Lekin Saturn mana shuncha vaqt mashg'ulot qilyapti, balkim sparringlar qilayotgandir, juda ham yaxshi-da. Xullas tajribani orttirib, menimcha bir necha janglardan so'ng albatta Erkabulon bilan yaxshi jang o'tkazsa bo'ladi. Lekin stoykada albatta har doimgidek Erkabulon xavfli bo'ladi, chunki u boksyor. O'shanga Saturnga ozgina bor. Saturn bilasizlar, ko'proq showmen da o'zini mana shunaqa ko'rsatadi, mana shunaqa obrazda. O'shuning uchun ko'ramiz nima bo'ladi. Lekin Erkabulonni men bu murojaatlari to'g'risi kulgi uyg'otdi, albatta ajoyib katta ketishlarni ko'rdik. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana shu videolarni qilyapti, mana Erkabulon katta ketishmi bu yoki bo'lmasam o'ziga ishonchmi? Kommentariyada izohlarda kutaman sizlar fikringizni. Pul. Opisiya kommentariyada havola bor. 10 million so'mga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, havolaga o'tamiz Telegramga va Telegramdagi havolaga o'tib, iPhone promokodiga kirgizsangiz 10 million so'm bonusga ega bo'lasiz va sovg'a qilasizlar. Biz ko'p obunachilarimiz sovg'a qilmoqda, ayniqsa Telegramda juda ham ajoyib bir sizlarga tahlillar bor, kiramiz. Shunaqa omad hammalarga, chunki omaddan boshqa hech narsa yordam bermasligi mumkin. Endi UFC olamiga keladigan bo'lsa, Ankalayev o'tgan demak turnirda, выходноylarda g'alaba qozondi. Endi u juda ham katta yulduzga sakramoqda. Steroidli mashina Jones men Alex Pereirani yengganimdan xafa bo'ldi. Iltimos katta Tom bilan jang qil, undan qochishni bas qil deb murojaat qilgan. Endi bu gaplari bilan Ankalayev Jon Jones sen men bu o'zlaringni nima deydi, raqiblarimni hal qil, keyin menga navbat degan mana shunaqa fikr bor-da, ma'no bor mana shu gaplarida Ankalaevni. O'shuning uchun endi Jon Jones bilan jang qilmoqchi xullas Ankalaev. To'g'risi bu jang ko'rish qiziqarli bo'lardi, lekin albatta Jon Jonesning imkoniyatlari bu jangda juda ham katta, chunki Jon Jones intellektualni jangchi sifatida juda ham kuchli albatta. Ayniqsa formasini hali unchalik darajada yaxshi ko'p yo'qotmagan bo'lsa Jon Jones. Uradiyam. Saudiya Arabiston promouterlari bilan Dana White boks demak promotionini yaratmoqchi. Uje ixtiro qilishdi ham va yaqin orada biz boks bo'yicha, ya'ni UFC ni ostidagi boks promotion, boks janglarini ham ko'rishni boshlaymiz. Eng qizig'i Dana White juda ham aqlli ish qildi. Ya'ni boksni bilasizlar, juda ham ko'p chempionlar bor, juda ham ko'p vaznlar bor. Ba'zilar ko'raman desa, adashib, chalkashib ketadi, xuddi menga o'xshab. Masalan, men boksda kim chempion, nima bo'lyapti, nima qo'yapti, umuman mana shuni tushunishni ham xohlamayman, chunki alkashib, chalkashib ketgan. Sizlar ham menimcha shunaqasizlar. Va hozir Dana White har bitta mana shu kamar, har bitta mana shu yo'nalish bo'yicha bitta chempionni xuddi UFC ga o'xshab bitta vaznni rivojlantirib, boks promotioni yaratmoqda menimcha juda ham qiziqarli bo'ladi. Hech qanaqa unaqangi ko'p chempionlarsiz, har bitta vaznda bitta chempion bo'ladi, xuddi UFC dek. Menimcha bu g'oya Dana White ga haqiqatda muvaffaqiyat olib keladi. Shaxsan men mana shu boksni ko'rgan bo'lardim. Nariga klassik boksga keladigan bo'lsa, albatta juda ham ko'p chempionlar, juda ham ko'p vaznlar, bum bosh. Ertaga UFC Fight Night 254 turniri bo'lib o'tadi. Bu turnirda ham ajoyib o'ziga yarasha qiziqarli janglar bor. Albatta taniqli jangchilar yo'q. Biz kutayotgandek, chunki bu mini turnir, lekin ko'radigan janglar bor. Masalan, janglardan biri bu Diyor Norgujay jangchini, qozog'istonlik jangchini jangi, ya'ni debyuti. Yaqinda uni demak UFC ga qabul qilishdi va u mana shu xullas turnirda jang o'tkazadi. Menimcha qiziqarli qozoq
tomoshabinlarga. Jangchi yarim og'ir vaznda demak jang qiladi va eng qizig'i tarozidan aniq o'ta olmadi, lekin o'sha 2 kilo og'ir chiqdi, ammo mana shu 2 kilo og'irligi uchun o'zini raqibiga gonorarini yarmini berishga majbur bo'ldi. Xullas bu jang saqlanib qolindi, har xil muammolar mana shunaqa bo'lib. No, samый главный bu janglar bo'ladi. Ekraningizda ko'rib turibsiz qanaqa janglar bor. Ertaga tongda tomosha qilamiz, kimga balet qilasiz, kommentariyada kutaman fikringizni. Tur. Menda esa mana shunaqa xabarlarni o'ylaymanki yoqqan bo'lsa nima qilishni o'zingizlar bilasizlar. Keyingi qaynoq xabarlarda ko'rishguncha deb qolaman, hammalarga chao.